Assalomu alaykum, mani kuzatuvchi go'zal qizlar. Bugun sizlar bilan cho'lqa kesamiz. Men hozir klientlarimga chiroyli cho'lqa kesayotgan cho'lqamni sizlarga kesib o'rgatmoqchiman. Men yonimga kelolmaydigan, lekin juda ham shunaqa cho'lqani xohlayotgan qizlar, bu sizlar uchun. Sizlar uchun, aynan sizlar uchun o'zimni cho'lqamni shunaqa kesib ko'rsatdim. Qaranglar, diqqat bilan qarab o'rganib olinglar, uyda qilsanglar bo'ladi. Uchli bo'lib turish uchun uchlarni ham kesib chiqdim. Va suv sepamiz, fenni ukladkaga ahamiyat beringlar. Birinchi oldiga qarab ukladka qilamiz va orqaga qarab ukladka qilamiz. Shunda ob'yomliroq chiqadi. Vau, qaranglar qizlar qanaqa go'zalligini. Sizlar uchun jay darajasiga tushuntirdim. Endi esa bahoni o'zinglar berasizlar va kommentariyada o'zinglarni fikringlarni kutib qolaman. Qizlar, yoqqan bo'lsa fikringlarni bildiringlar. Sizlarni yaxshi ko'raman.